Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining Imom Motrudiy tavalludining 1155 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Maqsad buyuk vatandoshimiz islomiy ilmlar rivojiga ulkan hissa qo'shgan benazir alloma, kalom ilmining sultoni Imom Abu Mansur Motrudiyning ibratli hayot yo'li va boy ilmiy ma'naviy merosini har tomonlama chuqur o'rganishni, rag'batlantirishni, Motrudiylik ta'limotini xalqimiz va jahon jamoatchiligi o'rtasida keng targ'ib etish, yoshlarni vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashdan iborat. Hujjatning ahamiyati va ko'riladigan chora-tadbirlar haqida suhbatlashish uchun mutasaddilarni taklif etganmiz. Demak, ular bilan tanishtirib o'tamiz. Davronbek Maqsudov, din ishlari bo'yicha qo'mita raisining birinchi o'rinbosari. Jamoliddin Karimov, Imom Motrudiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi direktori. Muhammad Olim Muhammad Siddiqov, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari. Assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik. Bilamizki, Imom Motrudiyning islom olamidagi obro' e'tibori va nufuzi juda katta. Demak, tayyorgarlik ham shunga munosib bo'lishi kerak. Chora-tadbirlar rejasiga ko'ra Samarqandda xalqaro ilmiy anjuman o'tkaziladi. Dastlab unda ko'zda tutilgan masalalarga to'xtalib o'tsak, marhamat. Kuni kecha davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qaror juda ham bir katta bir ahamiyatga ega. Avvalambor shuni ta'kidlash kerakki, bu qaror bevosita muborak Ramazon oyida bag'ri kenglik, saxovat, mo'tadillik g'oyalari juda ham bir keng tarannum qilinadigan bir oyda qabul qilinganligini ham bir xislati bor desak bo'ladi. So'nggi paytlarda Yangi O'zbekistonda umuman ajdodlarimiz merosi, xususan Imom Motrudiyni merosiga juda katta bir e'tibor berilmoqda edi. Mana 2020-yilda bevosita davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan butun xalqaro maydonda Imom Motrudiyni ilmiy merosiga bag'ishlangan katta Samarqandda konferensiya o'tkazilgandi xalqaro. Va bevosita mana shu konferensiya natijasida xalqaro Imom Motrudiy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ham tashkil etilgandi. Mana o'tgan mana shu salkam 5 yil mobaynida mana shu merosni yana bir keng tarannum etish. Bu zot Imom Motrudiy albatta yurtimizdagi yetishib chiqqan katta bir samarqandlik alloma, bizi buyuk vatandoshimiz, buyuk bir allomamiz hisoblanadi. Mana shu nuqtai nazardan demak davlatimiz rahbari qabul qilgan qarorlarida ham aynan mana shu Samarqandda katta bir anjuman o'tkazish masalasi ham ko'tarilgan edi. Bugungi kunda bu xalqaro anjumanda zarurati, buni ahamiyati, dolzarbligi saqlanib qolmoqda. Chunki biz xalqaro darajadagi va mahalliy mutaxassislar bilan ham juda ko'p muloqot qilganimizda, ular mana shu bag'ri kenglik islomda, mo'tadillik masalalari islomdagi va eng asosiysi ma'rifat, bilim olish naqadar zarurligi borasida ko'p gapirishadi. Va o'ylaymanki, mana shu qarorni qabul qilishlikda ham asosiy konferensiyani ham mana mohiyatini ko'rishimiz mumkin. Motrudiylik bu bag'ri kenglik, mo'tadillik va ma'rifat ta'limoti ekanligi bilan bog'liq bu nomi ham. Va mana shu Samarqand haqiqatda tarixga munosib joy bo'lgan bu joy. Va bugungi kunda ham mana shu Samarqand butun dunyodagi olimlarni, ulamolarni, nafaqat diniy ulamolar, balki bugungi o'sha zamonaviy ulamolarni ham jamlashlikka qaratilgan konferensiya va mana shu konferensiyaga bir qator tashkilotlar tomonidan hozirgi kunda katta bir tayyorgarlik ishlari boshlab yuborilgan. Rahmat. Hozir bag'ri kenglik, mo'tadillik haqida fikr yuritar ekansiz. O'z-o'zidan savol tug'iladida, Motrudiylik ta'limotiga xos ushbu fazilatlar, tamoyillari aslida nimalardan iborat? Motrudiylik ta'limoti bu mo'tadil, bag'ri keng ta'limot sifatida tarix sahnasida shakllanib, rivojlanib, bugungi kungacha hech qanday bir o'zgarishsiz mukammal bir sog'lom e'tiqodning asosi ta'limoti bo'lib shakllanib keldi. Motrudiylik ta'limoti o'z vaqtida o'sha Imom Motrudiyning qilgan ishlari, amalga oshirilgan ishlariki, o'sha vaqtda paydo bo'lgan turli oqimlar, mutaassib guruhlar, adashgan toifalar, ularning qarashlari, yot g'oyalari, umuman sof islom ta'limotiga zid bo'lgan, yot bo'lgan g'oyalarni birin-ketin hammasiga qarshi raddiya bergan holda aynan sog'lom e'tiqod asoslarini yaratib ketdilar. Ularni yaratib ketgan ta'limotlari asosida keyinchalik Motrudiylik izdoshlari ushbu ta'limotni shakllantirdi, rivojlantirdi. Bag'ri kenglik deb nimaga aytamizki, o'zi islom dini tabiatan bag'ri keng din. Bu ta'limot ham aynan sof islomni, sog'lom e'tiqodni ramzi o'laroq bugungi kunda misol uchun yer yuzidagi musulmonlarning deyarli yarmi
aynan mana shu moturudiylik ta'limotiga ergashadi va bu ta'limot bevosita islom dinini haqiqiy sof islom dinini o'zida ta'limotlarni bevosita mujassam etganligi, ya'ni bag'ri kengligi bilan o'zga din vakillariga munosabatlari tartibga solinganligi bilan yoki bo'lmasa o'zga millat vakillari bilan o'zaro hamohanglikda, o'zaro hamjihatlikda yashash, o'zaro birgalikda, hamkorlikda ishlarni amalga oshirish va qo'yingki, umuman mana shu bag'rikenglik tushunchasi doirasida bugungi kunda tushunishimiz mumkin bo'lgan har qanday o'sha fikrlar yoki tushunchalar bo'lsin, ushbu tushunchalarni qamrab olganligi bilan alohida o'ziga xos bir ta'limot sifatida gavdalanadi. Hattoki mana shu o'rinda bir narsani alohida ta'kidlashni istardimki, mana xalqaro tajribada ham biz shuni kuzatamiz. Ikkinchi bir ta'limot, ashariy maktabi ta'limoti vakillari ham o'zlari aynan bevosita mana shu moturudiylik ta'limotidagi ayrim unsurlarni olib turib, bevosita o'zlarida ham tatbiq qilayotganligini ham biz bugungi kunda guvoh bo'lib turibmiz. Darhaqiqat Imom Maturidiy rahmatullohi alayhi ta'limoti shundan iboratki, mana bugungi kunda afsuslar bo'lsinki, ko'p mamlakatlarda, xorij mamlakatlarda ham ayniqsa Qur'oni Karim va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarini noto'g'ri talqin qilish, oyatlarni o'zlarini siyosiy maqsadida turli mazmunda tafsir qilayotganligi yoki hadislarni ham ta'vil qilishda, uni sharhlashda ham albatta noto'g'ri qilayotganligi borasida Imom Maturidiy ta'limotida aynan o'sha sog'lom e'tiqod va oyatlarni, hadislarni to'g'ri talqin qilishlik va o'sha yoshlarimiz hozir radikallashuvdan, mutaassiblashudan oldini olish va qolaversa aynan mana shu dinimizni tinchlik, ezgulik dini ekanligiga targ'ib qiladigan, o'sha yuqorida aytilganda mo'tadillikka, bag'ri kenglikka targ'ib qiladigan ta'limot ekanligi hatto nafaqat biz yurtimizda, balki o'sha qo'shni mamlakatlarda, arab mamlakatlarida ham bugungi kunda juda keng o'rganish, targ'ib qilishga bir sabab bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Chunki mana 2010-yillardan arab davlatlarida boshlangan tartibsizliklarning natijasi ham aynan o'sha yoshlar, aholidagi aynan o'sha turli konfessiyalarga nisbatan, turli o'sha g'oyalarga nisbatan bag'ri kenglik bo'lmasligi yoki o'sha arab musulmon mamlakatlarida turli millatlar yashaydi, turli konfessiyalar yashaydi. Ular o'rtasidagi ziddiyat va qarama-qarshiliklar juda keskin tarz olganligi. Buni yechimi sifatida albatta bu bag'ri kenglik va mo'tadillik, ya'ni Imom Maturidiyning ta'limoti muhim ekanligini, uni o'rganish zarur ekanligiga bir asosiy turtki bo'ldi. Shuning uchun mana xorijdan kelgan ko'plab mutaxassislar mana 2023-yilda bir arab madrasasi 500 yilligi, mana o'tgan yili yurtboshimiz tashabbuslari bilan islom tinchlik va ezgulik dini shiori ostida o'tgan konferensiya va qolaversa Imom Termiziy bobomizni 1200 yilligi munosabatida o'tkazilgan juda katta tantanalarda yurtimizga tashrif bergan ko'plab xorijlik ulamolar albatta yurtimizdagi o'sha Maturidiy ta'limotini ahamiyati, uni bugungi kundagi yoshlarimiz tarbiyasidagi va qolaversa aynan o'sha bag'ri kenglik va o'sha tolerantlik nuqtai nazaridan tarbiyalashda ahamiyati juda ham katta bo'lganligi, tarixdan biz yurtimizda haqiqatan ham Buxoro, Samarqand, Toshkent, umuman O'zbekistonda ko'p millatli, ko'p konfessiyalik aholi xalq doimo ezgulikda, birgalikda, yaxshi qo'shnichilikda yashab kelganligini ular e'tirof etib, albatta buni o'zlarining mamlakatda ham amaliyotda tatbiq etish zarur ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Hozir suhbatimiz o'z-o'zidan xalqaro masalalarga yuz burar ekan, o'zidan-o'zi savol paydo bo'ladi. Imom Maturudiyning tavalludlarini 1155 yilligiga aynan xorijlik ekspertlar, mutaxassislar, tadqiqotchilar taklif etiladimi? Qolaversa ular taklif etilsa, ular ishtirokida qanday suhbatlar bo'ladi, seminarlar o'tkaziladi? Shu xususda ham muloqotimizni davom ettirsak, marhamat. Imom Abu Mansur Maturidiy bir yirik alloma, samarqandlik alloma bo'lsa, bu maktabni davomchilari ham bor, ya'ni Maturidiy allomalari bor. Bular yuzlab va balki minglab bunday allomalar bor va mana shu Maturidiylik ta'limoti bugungi kunda musulmon olamida salkam 20 dan ortiq mamlakatlarga keng tarqalgan hisoblanadi. O'sha Afg'oniston, Hindiston, Pokistondagi musulmonlar mana shu Maturidiylik ta'limot, Markaziy Osiyo mintaqasidagi mana demak qator mamlakatlar o'sha mana shu ta'limot davomchilari ekanligi yoki o'sha Turkiya, Kichik Osiyo deymiz, u tomonda Yaqin Sharqdagi mamlakatlarda
Qarangki, demak bu Maturidiylik ta'limoti xalqaro darajadagi ta'limot hisoblanadi. Bugungi kunda juda ko'plab musulmonlar mana shu ta'limotni qabul qilib bu yerdagi g'oyalarga ergashadi. Va shu ma'noda bu konferensiya albatta juda ko'plab xalqaro ekspertlarni ham e'tiborini, diqqatini tortishligi tabiiy. Va shu ma'noda bugungi kunda hozir mana o'sha Maturidiy shunos bir necha yillardan beri mana shu Maturidiy ta'limotini o'rganib keladigan olimlar bor mana. Va shu bilan birgalikda yosh tadqiqotchilar bor mana. Va hattoki biz faqatgina bir nuqtai nazardan emas, balki buni keng atroflicha, ya'ni Maturidiyni yana ko'plab bir meroslarni o'rganadigan, uni o'sha tarixiy nuqtai nazardan, geografik o'rganadigan shunaqa bir qator mutaxassislar bor. Mana shunday mutaxassislarning bir 100 ga yaqinini bugungi kunda mana shu anjumanga taklif qilish demak asnosida turibmiz va bularni biz kelishini kutmoqdamiz. Mana shu anjumanda bevosita mana qator allomalar kelishadi, mutaxassislar keladi va ulardan faqatgina anjuman doirasidami degan savol qo'ydingiz. Mana tabiiy va yo'q, balki bizda mana qator ilmiy tadqiqot markazlarimiz bor. Bizda mana shunaqangi ilmiy va ta'limiy muassasalarimiz bor va bizni o'zimiz yurtimizda ham Maturidiy merosini o'rganayotgan ko'plab mutaxassislar bor. Ular bilan albatta ilmiy suhbatlar, ular bilan o'sha naqangi bir muhokama, ilmiy muhokamalar bo'lishligi ham kutilmoqda va bu narsa rejalashtirilgan va o'ylaymizki, ularni o'sha kelgan paytida o'sha joylardagi bo'ladigan muloqotlarda ham va albatta bugungi kunda demak qator mana shu Maturidiy merosiga oid bo'lgan kitoblar nashr qilindi. Mana shu kitoblarni ham tanishtirish, ularni o'sha demak ko'rgazmalarda ishtirok etishligi degan masalalar bor va ular bilan biz faqatgina ilmiy ma'noda emas, balki ommaviy nuqtai nazardan, ya'ni ular bilan o'sha demak kelajakda ishlanadigan badiiy publisistik filmlar bor mana rejalashtirilgan. Bu ma'noda ham ularning maslahatlari, tavsiyalari va kerak bo'lsa ularni o'sha beradigan intervyulari, qator chiqishlarini ham albatta demak foydalanishlik ko'zda tutilganligini ham ta'kidlash kerak. Rahmat Davronbek aka, hozir kitoblar taqdimoti xususida ham so'z ochdingizda, o'z-o'zidan savol tug'iladi. Imom Maturidiyning adabiyotlari, qolaversa mana shunday kitoblarni xorijiy tillarga tarjima qilish va xorijiy maqolalarni e'lon qilish ham ko'zda tutilganmi? Agar olib qaraydigan bo'lsak, Imom Maturidiyning bir necha asarlari bor. Afsuski hozirgi kunga qadar yetib kelgani faqat ikkitasi. Biz bilganimiz ikkitasigina o'sha qo'lyozmalarda, fontlarda saqlanib turibdi. Bu Kitob at-Tavhid hamda Tavilot al-Qur'on. Ya'ni Qur'oni Karim tafsiriga bag'ishlangan hamda Kitob at-Tavhid bu bevosita bu yuqorida aytib o'tganimizdek sog'lom e'tiqod asoslarini shakllantirishga qaratilgan asarlar hisoblanadi. Dastlab bu asarlarni o'rganish masalasi xususida aytib o'tishni lozim deb bilardim. Sababiki yurtboshimiz tomonidan hali suhbatimiz boshida ham aytib o'tildi, 2020-yilda bevosita mana shu kalom ilmi rivojiga bebaho hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimiz ilmiy merosi, xosatan Imom Maturidiy hazratlarining qoldirib ketgan boy ilmiy ma'naviy merosini o'rganish, tiklash, uni bugungi xalqimizga, yoshlarimizga yetkazish masalasi alohida bir vazifa sifatida yuklatilgan edi. Mana shu vazifalar qatorida u kishini Kitob at-Tavhid asari dunyoda qarangki yagona qo'lyozma nusxasi Kembridjda saqlanadi, Buyuk Britaniyada. Aynan mana shu qo'lyozmani shu vaqtga qadar ikkita nusxasi, ikkita zamonaviy nashri amalga oshirilgan bo'lsa, ularni o'qish jarayonida biz kamchilik, xatoliklarini topdik. Ana shundan so'ng ushbu asarni zamonaviy nashrini tayyorlash masalasi oldimizga maqsad qilib, vazifa qilib qo'yildi va mana shu olimning Kitob at-Tavhid asari Iordaniyadagi hamkorlarimiz bilan birgalikda xorijda nashr etildi va 10 dan ziyod xalqaro kitob ko'rgazmalarida ushbu kitobning taqdimoti amalga oshirildi. Va nafaqat shu darajada ilmiy jamiyat tomonidan, ilmiy olimlarimiz, xorijlik ekspertlar tomonidan juda iliq va juda yuqori baholar bilan qabul qilindi. Bu asarni aytayotganimiz yoki bo'lmasam keyingi Tavilotul Qur'on asarlarini aytilayotgani xorijiy tillarga o'girishni ahamiyati juda ham katta. Sababi bugungi kunda Maturidiylik ta'limotiga bo'lgan ehtiyoj o'zi ortib boryapti. Hattoki boshqa va yuqoridan bekchizga aytmadikki, boshqa ikkinchi bir ta'limot vakillari tomonidan ham aynan Maturidiylikni bugungi kundagi savollarga javobi yoki bo'lmasam ehtiyoj tobora oshib borayotgandan mana biz butun dunyoga mashhur bo'lgan
Al-Azhar universitetini olsak, eng qadimiy universitetlardan, hatto darsliklariga aynan mana shu Imom Moturudiyning Tavilotul Qur'on asarini darslik sifatida alohida bir fan sifatida o'tgan yildan boshlab kiritilgani ham ushbu ta'limotni manbalariga bo'lgan ehtiyojni ko'rsatib turibdi. Bu asarlar arab tilida. Biz bugungi kunda markaz jamoasi tomonidan ushbu asarlarni o'zbek tiliga tarjimasini amalga oshirish barobarida mana yurtboshimiz tomonidan alohida qarorda band qilib qo'yildiki, boshqa xorijiy tillarga moturudiylik ta'limoti keng yoyilgan yoki umuman musulmonlar aholi qatlami bugun dunyoning hamma mintaqasida yashaydigan bo'lsa, mana shu jamiyatlarga ushbu asarlarni o'zlarini tilida o'qishlik imkonini beruvchi, ularga tanituvchi yoki masalan aynan mana shu sog'lom e'tiqod asoslarini bayon qilib beruvchi asarlarni ularni o'zlarining tilida ham nashr ettirib, ularga ham yetkazish masalasini alohida band sifatida qo'yildi. Bu bejizga emas. Mana biz hamkorlik aloqalari nuqtai nazaridan qator davlatlar muftiyatlar bilan aloqalar o'rnatilgan. Aynan mana shu asarlarni bugungi kunda ehtiyoj borligi nuqtai nazaridan bizga doim murojaat bo'ladiki, ushbu asarlarni bizga ham taqdim eting degan mazmunda. Va ular bilan bu bo'yicha alohida hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan. Endi buyuk mutafakkirning hayoti va ilmiy merosini yoritishga yordam beradigan qanday targ'ibot vositalaridan foydalanilmoqda? Darhaqiqat Imom Moturidiy merosi haqiqatda keng tarqalgan ekan. Buni aholimizga, ayniqsa yoshlarga ham keng ma'noda tushuntirish bu mana shu mutaxassislar oldida turgan asosiy vazifalardan hisoblanadi. Bu nashrlar, kitob nashr qilish, demak tarjimalar, bu albatta qilinish kerak bo'lgan narsalar va shu bilan birgalikda hozir aytish kerakki, buni elektron shaklda taqdim qilish, ya'ni bu elektron shakldagi bu video materiallar ma'nosida yoki audio kitoblar ma'nosida va albatta buni o'sha filmlar, badiiy filmlar kerak bo'lsa, mana shunaqa tarzda ham taqdim etish ham dolzarb hisoblanadi. Shu ma'noda o'tgan mana shu 5 yil mobaynida Imom Moturudiyga bag'ishlangan 5 ta roman va qissalar tayyorlangan. Ya'ni bu o'sha Luqmon Bo'rixon tomonidan tayyorlangan roman Imom Moturidiy degan. Bu roman hozirgi kunda O'zbekistonda keng tarqalib, buni hozirgi kunda o'sha Imom Moturidiy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan audio kitoblarni shu audio shaklda ham taqdim etilayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va hujjatli film ma'nosida ham bu yerda hozir aytganimizdek Imom Moturidiy mana shu ta'limotni boshida turgan katta bir alloma bo'lsa, zabardast. Buni davomchilari yuzlab Moturidiylar bor, ya'ni Moturidiy davomchilari bor. Ana ularga bag'ishlangan bir 30 ga yaqin O'zbekiston tarixi telekanali tomonidan hamkorlikda ishlangan 30 qismdan iborat bo'lgan shunaqa bir filmlar ham tayyorlangan. Endigi navbat bevosita buni o'sha badiiy filmini ham tayyorlash masalasi kun tartibida o'sha prezidentimiz qarorlarida shu narsa qo'yildi. Va albatta bu maqsad nima? Chunki bugungi mana shu ta'limotni mohiyatini, buyuk zotlarni yoshlarga yetkazish, xalqimizga yanada bir keng tanitish va shu bilan birgalikda bu ishlangan materiallarni nafaqat o'zbek tilida, balki buni o'sha ingliz tilidagi shakllari yoki rus tilidagi shakllari kerak bo'lsa o'sha mana yaqinda shu masalalar ham ko'tarildi. Biz qardosh yaqin atrofimizdagi mamlakatlar tillariga ham tarjima qilish, o'sha dari tili deymizmi yoki arab tilini o'ziga taqdim etish masalalari. Chunki bu meros nafaqat bizning jamiyatimizga, balki keng ma'noda ko'plab bir jamiyatlarga manfaatli bo'lganligi uchun albatta bu ketma-ketlikda boshqa tillarga ham taqdim etib boriladi. Bu demak o'sha tarjimonlar yordamida, o'sha xorijdagi mutaxassislar buni ham intiqlik bilan kutishyapti. Ular ham bu ma'noda hamkorlikka tayyorligini bot-bot takrorlashyapti va o'ylaymanki bu boshlangan ishlar va mana shu hozirgi kunda olib borilayotgan ishlar yana demak mana shu zamonaviy fan taraqqiyoti, texnika, texnologiyalar taraqqiyoti natijasida sun'iy intellektdan ham foydalanish imkoniyatlarini beradi. Va hozirgi kunda mana shu Imom Moturidiy dafn qilingan joy Samarqanddagi o'sha Chokardiza qabristoni oldida katta bir bunyodkorlik ishlari ham rejalashtirilgan. Bu ham bevosita yoshlarimizni, xalqimizni bir o'ziga jalb qiladigan, u yerda bir ma'rifat, bir maskani o'chog'i bo'ladigan bir joyga aylanib qolishiga shubha yo'q. Abu Mansur Moturidiy tavalludini keng nishonlash maqsadida o'tkazilayotgan tadbirlarda yana vazirlik yoki tashkilotlar bilan uzviy bog'liqlikni, hamkorlikni yo'lga qo'yish ham maqsad qilinganmi? Agar shunday bo'lsa, deylik, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi yoki mahalliy hokimliklar bilan shu xususda ham ma'lumot yetkazsangiz, marhamat. Ushbu qarorda belgilangan vazifalar doirasida albatta bir tashkilot yoki bir hudud uchun emas, balkim bu nafaqat bizning respublikamiz, balki xalqaro miqyosda amalga oshiriladigan ish sifatida ko'riladi.
Bunda amalga oshirilishi kerak bo'lgan vazifalar doirasida Oliy ta'lim vazirligi bevosita ushbu ta'limotni muhtaram yurtboshimiz tomonidan doim yoshlarga sog'lom e'tiqod asoslarini yetkazish, yoshlarni o'sha barkamol avlod etib tarbiyalash masalasi doim birlamchi o'sha o'ringa qo'yilib kelganligi uchun oliy ta'lim muassasalarida aynan ushbu buyuk siymo haqida alohida bir tanlovlar o'tkazish masalasi kun tartibiga qo'yilgan. Shuningdek, mahalliy hokimliklar yoki xalqaro jamiyat nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, Tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda mana yuqorida biz aytib o'tdikki, konferensiya masalasi alohida bir tilga olindi. Bugun ertalabdan bu xabarlar keng ommaga nafaqat yurtimizda, balkim xalqaro doirada ham yetkazildi va bu narsani eshitgan mutaxassislarimiz, hamkorlarimiz ushbu xabarni o'zlaridagi bir quvonch bilan samimiy, hozir mana shu studiyaga kelishimiz asnosida 2-3 ta o'sha hamkorlar aloqaga chiqib bu xabarni eshitgandan juda ham bir xursandligi, Imom Moturudiydek hidoyat imomi, musulmonlarning e'tiqodini to'g'rilovchi va bu kabi o'ndan ziyod nomlar bilan ataluvchi mana shunday bir zabardast olim davlat miqyosida e'tibor berilib, nomlari ulug'lanayotganligi albatta ularda ham juda ham bir iliqlik bilan, juda ham bir ko'tarinki bir kayfiyat bilan qabul qilinganini izhor qilishyapti. Va bo'lajak mana shu konferensiyada hozir bo'lishliklari, mana shu yerda ilmiy yo'nalishda, ilmiy doiralarda o'zaro hamkorlikni yanada yuqori bosqichga olib chiqish masalasini alohida ta'kidlab o'tishmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston musulmonlari idorasi bilan ham alohida bir hamkorlik aloqalarimiz borki, O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi diniy ta'lim muassasalari bor. Ana u yerda o'qitilayotgan aqidaga oid masalalar bor. Ana u yerda ular bilan ham o'zimizni o'sha yo'nalishda, aynan mana shu aqida yo'nalishda olib borilayotgan ishlarda ham o'zaro hamkorlik masalalari bevosita inobatga olingan. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan chiqarilgan mazkur qarorning 5-bandida aynan O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi diniy ta'lim muassasalari va imom xatiblar o'rtasida shu Moturidiylik ta'limoti bilimdoni tanlovini o'tkazish masalasi ham ko'tarilgan. Albatta buni juda mamnuniyat bilan qabul qilgan holda buni yuqori saviyada o'tkazish. Mana hozir yuqorida aytilgandek, aynan yurtimizda faoliyat olib borayotgan 10 ta o'rta maxsus islom bilim yurti, 4 ta oliy diniy ta'lim muassasalarida aynan Moturidiy ta'limoti bo'yicha fanlar o'qitiladi. Albatta bu borada yuqori saviyada o'tkazamiz inshaalloh bu tadbirlarni. Yuqorida aytilgandek, ya'ni O'zbekiston musulmonlar idorasi diniy ishlar bo'yicha qo'mita bilan Imom Moturidiy xalqaro markazi o'rtasida aynan o'sha aqida fanini yurtimizdagi barcha ta'lim muassasalarida o'qitish va hozirgi kunda o'shalarni muvofiqlashtirish jarayonlari ketyapti. Ya'ni aynan mana shu markaz tomonidan tuziladigan dasturlar, mana shu o'quv qo'llanmalar va darsliklar va turli risolalarni aynan mana shu ta'lim muassasalaridagi fan sifatida o'qitish masalalari hozir dolzarb ahamiyatga ega bo'lib turibdi. Rahmat. Bugun Imom Moturudiy tavalludining 1155 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qaror to'g'risida suhbatlashgan ekanmiz. Albatta unda ko'zda tutilgan maqsadlar, vazifalar to'g'risida yetkazilgan ma'lumotlar uchun tashakkur deymiz. Albatta ushbu sanani keng nishonlangandan so'ng ham unga qadar ham studiyamizda sizlar bilan muloqot qilish umididamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bizdan uzoqlashmang, salomat bo'ling.